Xalqimizning va bolalarimizning sevimli yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq devni minib asari. Xudoyberdi To'xtaboyev o'zbek bolalar adabiyotining yirik namoyandalaridan biri. U o'z asarlarida bolalar ruhiyatini chuqur tasvirlab, ularni to'g'ri yo'lga boshlovchi g'oyalarni suradi. Uning asarlari kulgili, komediyalar, sarguzashtlarga boy va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Asarda bosh qahramon Hoshimjon ismli sho'x, topqir, lekin biroz yolg'on gapirishga moyil bola hisoblanadi. U o'zini boshqalarga aqlli va uddaburon qilib ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Hoshimjonning hayoti va turli sarguzashtlarga boy. U tez boyib ketish, mashhur bo'lish yoki oson yo'l bilan katta natijalarga erishishni orzu qiladi. Shu sababli u ko'pincha turli yolg'onlarga murojaat qiladi va o'zini qiyin vaziyatlarga solib qo'yadi. Asar davomida Sariq dev obrazi ramziy ma'noda ishlatilgan bo'lib, u Hoshimjonning xayollari, orzulari va ba'zan aldovga asoslangan intilishlarini ifodalaydi. Hoshimjon go'yoki shu devni minib, ya'ni hayotga oson yo'l bilan muvaffaqiyatlarga erishmoqchi bo'ladi. Lekin har safar u qilgan ishlarining noto'g'riligini tushunib yetadi. U turli qiyinchiliklar va kulgili holatlar orqali hayotiy tajriba orttiradi. Hoshimjonning murakkab xarakteriga ega bola. Sho'x va qiziquvchan, tez ishonuvchan va orzuchan, ba'zan yolg'on gapiradigan, lekin qalban yomon bola bo'lmaydi. Asar davomida u asta-sekin o'z xatolarini tushunib yetadi va ijobiy tomonga o'zgaradi. Sariq devni minib asari o'zining kulgili voqealari, qiziqarli syujeti va chuqur ma'nosi bilan ajralib turadi. Muallif Hoshimjon obrazi orqali bolalarga hayotiy haqiqatlarni sodda va tushunarli tarzda yetkazadi. Asar o'quvchilarni nafaqat kuldiradi, balki o'ylashga ham undaydi. Qahramonning xarakteri uning so'zlarida shundoq bilinib turadi. Asar bosh qahramoni Hoshimjonning sehrli qalpoqcha yordamida turli ko'chalarni kirib chiqadi. Kichik qahramonimiz sehrli qalpoqcha har narsaga qodir. Yordam bergan taqdirda ham bilim olmasdan, biror kasb hunarni boshini tutmasdan hech narsaga erishib bo'lmasligini tushunib yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat.